Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı olsun. Pompeo Tayvan bilan diplomatik munosabatni asliga keltirishni talab qildi. Tayvanda ziyoratda bo'layotgan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerika hukumatidan Tayvanni diplomatik jihatdan rasmiy e'tirof qilishini talab qildi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 4-mart Taybeyda o'tkazilgan ikki qirg'oq aloqa fondi tashkillagan yig'inda so'z qilib, Amerika hukumati va Tayvan doiralarini rasmiy diplomatik munosabatni asliga keltirishga chaqirgan. U so'zida Amerika hukumati darhol zarur va uzunga suzilgan tadbir qo'llanishi kerak. Tayvanni diplomatik jihatdan e'tirof qilib, egilik huquqliq erkin davlat deb bekitishi kerak degan. Pompeo Tayvanning mustaqilligining allaburun amaliyotga aylanib bo'lganligini bildirib, Tayvan mustaqil davlat bo'lganligi uchun mustaqillikni jakarlashning hojati yo'q. Tayvanni diplomatik e'tirof qilish to'g'ri va aniq bir ish degan. Pompeo tashqi ishlar ministri bo'lgan mezgillarda Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirgan. Ammo Taybey hukumatini rasmiy diplomatik e'tirof qilishni tashabbus qilmagan. Amerika hukumati 1979-yilning 5-ida Taybey bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzgan bo'lib, uning o'rniga Xitoy Kommunist partiyasi bilan rasmiy diplomatik munosabat o'rnatgan hamda Beijing o'ttirg'a qo'ygan atalmish bir Xitoy siyosatini qabul qilgan. Shundaqdimi Amerika hukumati mujmal siyosat qo'llanib, Astriddan Tayvanni qo'llab yordam qilib kelgan. Pompeo bu qatim ikki qirg'oq aloqa fondi tashkillagan yig'inda nutq so'zlashga taklif qilingan bo'lib, 2-mart kechda Tayvanga yetib borgan. Mazkur faoliyat 2-martdan 5-martgacha davomlashgan bo'lib, Pompeo va uning ayoli Tayvan ziyorati jarayonida Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen va boshqa yuqori darajalik amaldorlar bilan ko'rishgan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Pompeoning to'kpilari uchun alohida orden taqdim qilgan. Buning aksiga Rossiya Ukrainaga tajovuz qilishdan bir necha hafta ilgari Xitoy bilan Rossiya birlashma bayonot e'lon qilib, o'zlarining Tayvanni Xitoy cho'nquruqligining ayrilmas bir qismi deb qarash qatorliq bir qator tashqi siyosat masalasida birlikka kelganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Xitoyning ikki yig'ini vaziyatning davomli og'irlashadiganligidan bishorat berdi. Xitoy rejimining atalmish mamlakatli xalq qurultiyi bilan mamlakatlik siyosiy kengash yig'inida tilga ilingan mazmunlar Sharq Turkistondagi vaziyatning davomli og'irlashadiganligidan bishorat berdi. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoyning mamlakatli xalq qurultiyi bilan mamlakatlik siyosiy kengash 13-navbatlik komitetining 5-yig'ini 4-mart tushdan keyin Beijingda ochilgan. 10-mart oxirlashadigan mazkur yig'inda atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini cho'nqur yildiz tartqizish degan iboralar qayta ta'kidlangan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini majburiy xitoylashtirish siyosatini davomlashtiradiganligini, Sharq Turkistondagi og'ir vaziyatning burunqidan farqlanmaydiganligini ko'rsatib bergan. Xabarda qayd qilinishicha, Sharq Turkistondagi qo'rchoq amaldorlarni o'z ichiga olgan vakillar o'miki 3-mart tushdan keyin turishliq o'rnida umumiy yig'in ochgan bo'lib, yig'inda atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engi tarbiyasi bo'yicha kadrlarni, yosh o'smirlarni tarbiyalash, xalq ommasini to'g'ri bo'lgan davlat qarashi, tarix qarashi, millat qarashi, madaniyat qarashi, din qarashi turg'izishga yetaklash kerak degandek assimilyatsiya, bostirish harakatining davomlashadiganligiga ishorat qilingan siyosiy shuarlar ta'kidlangan. Mashinru yig'inda so'z qilib, mazkur yig'inning Xitoy Kompartiyasining 20-qurultiyining ochilishi kutilayotgan ochqushliq payti ochilganligini, bu qatimqi yig'inni yaxshi echishning ideyani birlikka keltirishga foydali ekanligini da'vo qilgan. Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda atalmish islom dinini xitoylashtirish, sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish degan terror siyosatlarini ta'kidlab, Sharq Turkiston xalqini o'z e'tiqodi va milliy kimligidan voz kechishga majburlagan. Rad qilganlar turma va jazo lagerlariga tashlangan. Bulardan sirt Xitoy atalmish mahallalarni tuzash nomida Uyg'urlarning binokorlik, mahalla madaniyatini yo'qotish harakatini kuchab ijro qilayotgan bo'lib, Xitoy bu qatimqi ikki yig'inda yuqorqi siyosatlarini qayta ta'kidlagan. Kuzatuvchilar yaqinqi yillardan beri Xitoy rejimining Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan birga to'liq assimilyatsiya qilishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun bir tarafdan har xil to'kmatlar bilan Sharq Turkiston xalqini jazo lagerlariga so'lganligini, yana bir tarafdan Xitoylarni zo'r turkumda Sharq Turkistonga yerlashtirganligini, buning bilan birga xalqqa e'tiqodiy va milliy kimligiga zid bo'lgan ideologiyani majburiy singdirishga urinayotganligini,
Xitoyning turli yig'inlaridagi muhim nuqtalar irqiy qirg'inchilik siyosatining davomlashadiganligidan derak beradiganligini bildirishmoqda. Germaniya taratqullari Xitoyning Rossiya-Ukraina krizida chotni xam soqqanligini bildirdi. Ukraina krizi yuz berishining oldi-keynida Xitoy ko'p qatim Ukrainani o'z ichiga olgan har qanday davlatning egilik huquqi va zamin butunligiga daxl taruz qilishga bo'lmaydiganligini qayta jakarlagan bo'lsa-mu, Ukraina masalasida Xitoyning bu maydonidan chekinishi xalqaroning diqqatini qo'zg'adi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Germaniyada chiqadigan Saudi gazetida Xitoy Rossiya-Ukraina krizida chotni xamsoqti sarlavalik obzor maqolasi e'lon qilingan bo'lib, maqolada Xitoyning Rossiyani qo'llaganligi sababli zo'r badal to'lishi mumkinligi qayd qilingan. Maqolada ilgari surilishicha, Xitoyning harakati bir-biriga zid bo'lib, bu bir yurish harakatlarini faqat mustabid hokimiyat sistemasi bilan qilg'ili bo'ladi ekan. Bu sistemada barliq jurnalistlarning qila oladiganini ichkirlab savol so'rash ekan. Ammo muxbirlar hamisha bir-biriga zid bo'lgan javoblarga erishidi ekan. Xitoyda o'qituvchilar yo'q bo'lib, o'zining digini hisob bo'ladigan Xitoy Kompartiyasi va Shi Jinping saylamda huquqidan ayrilib qolishdan ansirmasimi bo'ladi ekan. Maqolada qayd qilinishicha, kelgusi bir necha kun yoki bir necha hafta ichida Ukrainadagi insonparvarlik krizisining kunsiri kuchayishiga ergashib, talofatga uchraganlarning soni ko'paydi ekan. Buningga mos holda Xitoyning pozitsiyasidagi tuturuqsizlikmi texmi kuchaydi ekan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilishdan xeyli burunla Xitoy 4-fevral Putin bilan birlashma bayonot imzolab, Rossiya tarafda turadiganligini oshkorlagan. Ammo Xitoyning navbatda betaraf maydoni bilan murassachi sifatida o'tirg'a chiqishi kishini hayron qoldiradi ekan. Shundaqdimi Rossiya Ukraina to'qinishining kelgusi taraqqiyotida Xitoyning Rossiyadan yiroqlashish va Xitoy-Rossiya birlashma bayonotidan butunlay chekinish ehtimolligi intayin to'van ekan. Maqolada deyilishicha, Xitoy Rossiyaning Yevropada urush qo'zg'ash harakatini qo'llagan. Yevropa ittifoqi Germaniya va Amerika buni obdan xotirlagan bo'lib, Xitoyning naqadar xatarlik ekanligini yana bir qatim his qilgan. Ukraina krizida Yevropa bilan Amerika misli ko'rilmagan darajada ittifoq tuzgan bo'lib, zarur tepilganda bu ittifoq Xitoyga birlikda taqobil turishi mumkin ekan. Maqolaning oxirida Xitoy amaldorlari o'z qilmishining Yevropada intayin kuchlik inkas paydo qiladiganligini yana bir qatim to'van mo'lcharladi. Natijada Xitoy o'zi qo'llagan o'riga o'zi tushdi. Qandaqla bo'lmasin, Xitoy iqtisodiy jihatdan Yevropadan ayrila olmaydi. Xitoyning chotni xam so'qishi tunji qatimliq ish emas deyilgan va Xitoyning buning uchun badal to'laydiganligi ta'kidlangan. NATO tashqi ishlar ministrlari Bryusselda to'plandi. NATO tashqi ishlar ministrlari Ukraina-Rossiya urushini muzokara qilish uchun Belgiya poytaxti Bryusseldagi NATO markazida jam bo'ldi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, NATOning 4-martdagi tashqi ishlar ministrlari yig'inida Rossiyaning Ukraina hujumidan keyin NATOning Sharqiy va O'rta Yevropadagi uzun muddatli planining muzokara qilinadiganligi faraz qilinmoqda. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken yig'in boshlanishidan ilgari NATO bosh kotibi Stoltenberg bilan birlikda bayonot e'lon qilib, ittifoqning Rossiyaning Ukraina hujumidan keyin tez sur'atda birlikda ekanligini namoyon qilganligini aytgan. U NATOning bexatarligini kuchaytirish uchun plan tuzganliklarini tilga olib, NATO mudofaani maqsad qilgan ittifoq. Biz urushni xohlamaymiz, ammo urushga duch kelsak, uningga tayyormiz. NATO zaminlarining har bir g'erich yerini qo'g'daymiz degan. U NATOning kelgusi uchun tayyorlik qilganliklarini ta'kidlab, bir necha haftadan buyongi voqealarning ittifoqning kelgusi haqida bishoratlarni berganligini, keyingi haftalarda NATOning birlikda bo'lishni davomli namoyon qiladiganligini bildirgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg yig'inda Rossiyaning Ukraina ishg'oliga qarata ko'rsatilayotgan qarshiliklarni muzokara qiladiganligini, urush va qarshilik ko'rsatishlarining uzun muddatda o'tirg'a chiqaradigan ta'sirlarini muzokara qiladiganliklarini eskartgan. U bu ahvol urushni oxirlashtirish kerakligini va Rossiyaning barliq askarlarini chekindirib, diplomatiya yo'liga qaytishi kerakligini ko'rsatdi. NATO mudofaani maqsad qilgan ittifoq. Biz Rossiya bilan urush qilishni xohlamaymiz. Barliq ittifoqdoshlarni qo'g'dash va mudofaa qilish va'dalariga munosabatlik xato tushunchalarning bo'lishini xohlamaymiz degan. Zelenskiy NATOning qarorini qattiq tanqid qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bayonot berib, tunugun chaqirilgan NATO boshliqlar yig'iniga ojiz va kishini qaymoqtirish xarakterlik boshliqlar yig'ini deb baho berdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Ukraina havo tavallikini uchish cheklangan rayon deb e'lon qilishni rad qilish orqali
har qaysi shaharlarning bombardimon qilinishiga yeshil chiroq yiqib berganligini aytgan. Zelenskiy bayonotida yana NATO davlatlarining barliq davlat bexatarlik tashkilotlari dushmanning planlarini Rossiyaning hujumni davomlashtirishni xohlaydiganligini nihoyatda yaxshi biladi. Biz 9 kundan buyon bir rahimsiz urushni boshdan kechiryapmiz. Ular shaharlarimizni vayron qilyapti. Xalqimizni, farzandlarimizni bombardimon qilyapti. Yangi hujum va o'lim yetimning muqarrar ekanligini biladigan NATO qasdan holda havo tavallikini uchish cheklangan rayon deb e'lon qilmaslikni qaror qildi. Bugundan boshlab qazo qilganlarning hammasi sizlar sababli o'lgan bo'ladi deganlarni qayd qilgan. Zelenskiy yana Ukrainaning qaddini tik tuta olishining Yevropa uchun intayin muhim ekanligini ta'kidlagan. Ukrainadan tarqoqlashtirilgan turklarning soni 11 mingdan oshdi. Türkiye Ovozi Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Rossiya-Ukraina urushi boshlangandan buyon 11.024 Türk fuqarosining tarqoqlashtirilganligini bildirdi. Ministr Çavuşoğlu Twitter'dagi adresida bayonot e'lon qilib, tunugun Ukrainadan tarqoqlashtirilgan 310 odamni qo'shganda urush boshlangandan buyon tarqoqlashtirilgan turklar sonining 11.024 ga yetganligini bildirdi va so'zini davomlashtirib, fuqarolarimizni bexatar tarqoqlashtirishga munosabatlik planimiz davom qilyapti dedi. Rossiya armiyasi 24 fevral Ukrainaga besib kirib, ishg'ol harakatini boshlagan edi. Ikki taraf vakillari payshanba kuni ikkinchi qatim suhbat ustida o'tirib, fuqarolarni tarqoqlashtirish uchun rayonlik insonparvarlik koridori ta'sis qilish to'g'risida kelishgan edi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətiki proqramımızı görüşəcək. Sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırımız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.